こんにちは、皆さん。今日からみんなで一生懸命日本語を勉強を始めましょう。Salom hammaga, sizlarni yana Hay Sensei kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugundan boshlab yapon tilini sizlar bilan birgalikda o'rganishni boshlaymiz. Qo'limdan kelgancha hammaga tushunarli tilda tushuntirishga harakat qilaman. O'zim tajribamdan kelib chiqqan holatda, ya'ni jay daraja tushuntirishga harakat qilaman. Yapon tilini qiyin deb o'ylaganlar uchun yapon tili unchalik qiyin emas, mutlaqo qiyin emas. Yapon tilining tuzilishi ham xuddi o'zbek tili kabi, ya'ni so'zlar ketma-ketligi, ya'ni ega kesim to'ldirish anqozoq. Xuddi qanday tartibda bo'lsa o'zbek tilida, yapon tilida ham xuddi shunday. Yapon tilini o'rganishda bizaga plus tomoni xuddi shunday. Faqat yangi so'zlar, grammatika, ya'ni qo'shimchalarni o'rganamiz, bo'ldi. Shu bilan faqatgina practice, ya'ni tajriba qilamiz suhbatda. Yapon tilida kayva deb ataladi. Yapon tilini o'rganishda ko'p odamlar yapon tilini grammatikaga yopishib olib o'qiydi. Bu xato aslida. Ko'proq practice qilish kerak, ya'ni yapon bilan yoki tomodachi, ya'ni do'stingiz bilan, ya'ni yapon tilida o'rganadigan do'stingiz bo'lsa agar, birgalikda suhbatlashib, shu jarayonda o'rgansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi, ya'ni o'rganishingiz tezroq bo'ladi. Yapon tilida muhim mavzulardan biri, ya'ni bugun o'tadigan mavzuyimiz salomlashuv, ya'ni aysatsu deb ataladi. Aysatsu, ya'ni yaponchada salomlashish degan. Bugunchalik ayrim so'zlarni romajida yozaman, chunki hali alfabet o'tmadik. Xudo xolasa, ertangi darsimizda hiragana, katakanadan boshlab o'tamiz. Xo'sh, salomlashish aysatsu deb ataladi. Yaponlar orasida salomlashish bu shunchaki salom emas, ularning madaniyati, ya'ni yuragidan chiqadigan so'z. Ya'ni yapon bilan ko'rishganingizda sizni salomlashingizdan sizni xulq-atvoringiz, qanaqa xarakterga egaligingni bittaga bilib oladi. Ya'ni dai ichi insho deydi. Birinchi ko'rishdagi o'sha ayeti, ya'ni suhbatdoshingiz siz haqingizdagi fikri dai ichi insho deyiladi. O'sha narsani faqatgina salomlashishdan yaponlar bilib oladi. Yapon tilida salomlashish hurmat kuchliroq, ya'ni salomlashganda yaponlar ta'zim qilib, ojiga deyiladi, ta'zim. Konnichiwa yoki ohayo gozaimasu deb ta'zim qilib, bir-biriga hurmat ma'nosida ta'zim qilib salomlashib qo'yishadi. Bugun, ya'ni salomlashuv mavzusida birinchi, ya'ni ertalabki salomni o'rganamiz. Ertalabki salom ohayo gozaimasu deb ataladi. Ohayo gozaimasu degani, ya'ni ertalabki salom, ya'ni xayrli tong ma'nosida ishlatiladi. O'zbek tilida xayrli tong deb aytmaymiz, ko'pincha assalomu alaykum deyiladi. Yapon tilida esa bu boshqacharoq, ya'ni ohayo gozaimasu deb ataladi. Ohayo gozaimasu qachondan ishlatiladi? Ertalabdan boshlab obedga 10-11 atrofida ishlatiladi. Undan keyin esa ikkinchi salomlashuv, ya'ni obedga salomlashuv, konnichiwa. Konnichiwa so'zi mashhurroq, chunki yapon tilini o'rganmayotgan odam ham Yaponiya haqida nimadir eshitsa yoki Yaponiya nomini o'zini eshitganda birinchi xayoliga keladigan so'z bu konnichiwa, ya'ni salom degan so'z keladi. Hammaning birinchi keladigan so'z bu konnichiwa, ya'ni salom. Bu obedki salom, ya'ni bu obedga 11:00dan kechki, ya'ni shom paytigacha 4-5 atroflarigacha, ya'ni konnichiwani ishlatamiz.
Shomdan keyin o'zi bir kech bo'ladi. Shuning uchun ham, ya'ni 3-salomlashishimiz bu konbanva. Konbanva bu kechki salom, xayrli kech degan ma'nosida. Konnichiwa esa prosto salom. Salom. Ko'cha-ko'yda tanish bilishni ko'rib qolganingizda, "Oxir gozaimasu, konnichiwa, konbanva" endi vaqtga qarab qo'llasangiz bo'ladi. Kechki, ya'ni kechki salomlash bu konbanva deb ataladi. Bu 9-10 gacha, ya'ni buni vaqti yo'q, ataklagan kech. Undan keyin esa yotishdan oldin oyasu minasai deb atalgan, ya'ni xayrli kun yoki yaxshi dam oling ma'nosida oyasu minasai ishlatiladi. Ohayo gozaimasni qisqartirib ohayo desak ham bo'ladi. Ya'ni bu do'stlarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni o'zingizdan eray xito, ya'ni era yoki toshi uya xitoga ohayo deb ishlatish bu xato, hurmatsizlikka kiradi. Ohayoni qachon ishlatamiz? Ya'ni do'stlarimizga, koibito kanojosiga, kanoja koibitosiga, do'stlar bir-biriga, maktabda yosh bolachalar asosan ohayoni ishlatadi. Ohayo gozaimasu bu o'zimizdan katta yoki shachoga, buchoga yoki senseylarga ohayo gozaimasu, sensei, ohayo gozaimasu, shacho deb ishlatsak bo'ladi. Konnichiwa esa kun bo'yi ishlatiladi, ya'ni 10 dan buyog'i, ya'ni shom paytigacha ishlatamiz. Buni asosan kunduzi buni qisqartma shakli yo'q, konnichiwa deb ataladi. Buni asosan kanjisi ham bor. Lekin ko'p yozilmaydi. Ya'ni bugun, yana bu hozir imani kanjisi va kunni kanjisi. Konnichiwa deb o'qiladi. Ko'p joylarda esa konnichiwani o'zi keladi, ya'ni hiraganada yozilgan shakli keladi. Kanjisi mizurashi, kamdan kam holatlarda kanji bilan yoziladi. Konbanva ham xuddi shunday, ya'ni kechki payt qo'llaniladi. Ohayo gozaimasni qo'llashni yana bir sekret joyini aytaman. Eshitganlar ham bo'lsa kerak. Ohayo gozaimasu kunduzi mana bu konnichiwani paytida ham qo'llaniladigan payti mavjud. Ya'ni qachon? Hajimete atta hito to aisatsu shita toki wa zettai ni ohayo gozaimasu tsukaimasu. Ya'ni birinchi bor uchratgan odamingizga, o'zingizdan toshi uye bo'ladimi, iray hito bo'ladimi, ohayo gozaimasni birinchi ko'rishganda kunduzda masalan 1 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, shuni mana konnichiwani o'rnida ohayo gozaimasni qo'ysangiz, sizni level up, ya'ni darajangiz sal yuqorilashgan bo'ladi. Ohayo gozaimasu bu hurmat qilib, ya'ni aytini suhbatdoshini hurmat qilgan shakl paytingizda ohayo gozaimasni qo'llasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Oxirgisi, ya'ni oyasu minasai, ya'ni yaxshi dam oling ma'nosida kechki yotishdan oldin aytiladi. Oyasu minasai. Oyasumi aslida bu, ya'ni dam. Nasai bu buyruq, ya'ni dam oling, yaxshi dam oling. O degani hurmat, yasumini o'zi dam degan ma'noda ishlatiladi. Oyasumi minasai, ya'ni yaxshi dam oling ma'nosida ishlatiladi. Bir takrorlab olamiz. Ya'ni ohayo gozaimasu ertalabki salom, konnichiwa obedki salom, konbanva kechki salom. Oyasumi minasai esa yotishdan oldin ishlatsak bo'ladi, yaxshi dam oling ma'nosida. Buni o'rnini bosadigan so'z ham bor, ya'ni yoy yumeo deb ataladi. Bu ko'pincha endi yoshi kattalarga nisbatan ishlatmaymiz. Tengdoshlarimizga bo'yatganimizdek koibito kanojosiga, kanoja koibitosiga aytsa bo'ladi. Yoy yumeo. Yoy yumeo, ya'ni bu yaxshi tush ko'ring ma'nosida. Yoy degani ya'ni yaxshini yoy shakli, yumeo esa
yume degani tush, o degani